Salom do'stlar. Ovozim ketib bilmaysizlar. Men ozroq shamollagaman va tomog'im bo'g'ilgan. Xullas sizlar bilan men hozir Minecraftni obzorini o'tkazaman. Bu bilan siz maxsus modlar yuklaganman Village uchun. Bu qanday mod ekanligini oxirida tushuntirib o'tib ketaman. Bu mod bilan sizlar har xil Minecraft'dagi Village o'zingiz uchun uylar qurib olishingiz mumkin. Quruvchilikni yoqtirmaydiganlar uchun aynan. Xullas sizlarga kerakli narsalar hammasi bo'ladi. Ba'zi birlar konchilik qilaman deydi. Kon, shaxta bor. Hozir oxirgacha ko'rsatib sizlarga ko'rsatib o'taman va keyin tepalarni ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Qishloq yaxshi ishlangan. Mayda joyigacha ishlangan, lekin minus taraflari ham bor. U yerda villagerlar yo'q. Ba'zi birlar villagerlar bilan trade qilishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun sizlarga villagerlar yo'qligi yoqmasligi mumkin, lekin sizlar o'zingiz villagerlarni qo'shib olishingiz mumkin. Spam qilishingiz mumkin. Shunday ekan o'zingizning qishloqni to'g'rilab olishingiz mumkin. Sizlarga bir tepalarni obzor qilib o'taman hozir. Sizlarga bir narsani aytsam, bu yerda yaxshi qishloq mod, ba'zi bir Minecraft o'ynaydiganlar shunaqa modlar bilan obzor qilib video olsa ham bo'ladi. Axir orangizda Minecraft o'ynab YouTube video oladiganlar ham bo'lish kerak-ku. Xullas, tepalarda yaxshi mazkur uylarni ko'rsatib o'taman. Ichlarigacha ko'rsataman, qolganlarini esa tashqarisidan. Masalan, shu kablar shunchaki tashqarisidan ko'rsataman. Ender Dragon mag'lub qilib qo'yilgan. Xullas, hammada qo'shiladi. Bu yer ustida daraxt bor va yaxshi. Buni ustida daraxt borday qilib yasalgan. Xullas, sizlarga aytaman, bu modni men tavsiya beraman. Sandiqlar bo'sh modda sandiqqa hech narsa qo'shmas ekan. Obzorimizda ballab ham ketaman. Oxirga bu sandiq minusga tushdi, bir ball ayriladi. Lekin qolgan narsalar joyida. Sizlarga kerak ba'zi bir moblarning boshlari vizir ham yetsa bo'ladi. Xullas, uyni oxirgacha obzor beraman. Masalan, yotoqxona ham bor. Yotoqxona ba'zi bir modlarda shunchaki junlardan yasab qo'yishadi, lekin bu yerda esa yotoqxona mayda bo'lakgacha yasalgan, sandiq, shu kabilar qo'yilgan. Bu yerda ba'zi bir video olsangiz bo'lardi, masalan, akademiya haqida, shu kabi xullas qadimgi zamonga o'xshab ketadigan videolarni olsangiz bo'ladi. Sizlarga shu modni tavsiya beraman. Bu mod oxirida sizlarga qaysi ekanligini aytaman. Bu quruvchilar uchun yaxshi. Masalan, ba'zi birlar qurishni unchalik yoqtirmaydi. O'shandan foydalansa bo'ladi. Bu yerda qishloqlar yo'qligini o'zingiz ham bildingiz. Agar bo'lganda golemlar ham ancha-muncha bo'lar edi. Bu yerda ham ichkarisini obzor qilib ko'rsataman sizlarga. Birinchi va ikkinchi qavat bor. Ichkari kirishingiz bilan yotoqxona, pastga to'shalgan eshikni ochish kerak. Xullas, tepa qavatlar ham yaxshi. Jihozlang yaxshi, lekin bu mod bilan o'zlaringiz xohlagan narsani qurib olishingiz mumkin. Tepa qavat 2 kishilik yotoqxona. Xo'sh, sizlarga aytsam, bu modni o'zingiz bilan sinab ko'rishingizni tavsiya beraman. Hozir men bu mod haqida yaxshiroq aytaman. Mana shu ilovani yuklab olishingiz kerak. Bu mod biroz kerakli narsalar ham bor. Bunga kerak o'zingiz ham tushunib olasiz. Juda sodda mod. Juda sodda qilib yaratilgan mana shu kabi uylar, shu hammasi kerakli jihozlar bor. Sizlarga tavsiya beradigan modim mana shulardan iborat. Bular juda oson. Uylar, teksturalar deyarli barchasi bor. Ba'zi bir
reklama ham ko'rishingiz kerak kirgan paytlarda. Bu shu yerda men Village'ni yuklab olganman va boshqa shahar, sitlarni shu kabilarni yuklab olishingiz mumkin. Sizlar bu mod orqali quruvchilikni endi Minecraftni boshlaganlarga ham tavsiya beraman.